Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, sizlarga Xorazm viloyatida yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, bugun Xorazm viloyati Urgan shahridagi ona bola klinikasiga keldik. Yulduz opamiz bilan birgalikda yangiliklarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xudo xohlasa, ona bola klinikasida qanday yangiliklar bor, qanday shart-sharoitlar bor, video davomida ko'rib kuzatib, layklar bilan qo'llab-quvvatlab boraverasizlar. Yulduz opa, assalomu alaykum. O'zingiz siz shu ona bola klinikada rasmiy ishchisiz, to'g'rimi? Ishchiman, dokumentalniy ishchiman. Assalomu alaykum, mazzushkalarim. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tirsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sizlarni ko'pchilikni nima desam ekan, problemasi bo'ladi. Bog'ri og'riydi, oshqozon og'riydi, sohir kasali bo'ladi. Bu yerda ne только homiladorlar kelmaydi. Barcha turdagi kasalliklar bor bu yerda. Albatta. Hozir men xirurglarimiz bilan ham donishtiraman. Ginekologlarni eng zo'rlarini tanlab akab qo'yibmiz bu yerda. Ginekologlar hammasi zo'r. Bemalol, masalan, ayollarda ko'pchiliklarda muammo bo'lib turgan mioma, kista, shamollash, eroziya, masalan, homilador bo'lolmay yurganlar uchun hammasi uchun bu yerda doktorlarimiz bor. Xohlasanlar plastik operatsiyalar uchun, yigitlarimiz uchun ham prostata bezi shamollashlari bor, xirurglarimiz bor. Lutf ichana girib tanishtirsak shata. Ming marta eshitgandan ko'z bilan ko'rib. Doktorlarni o'zini hozir ko'rsatamiz. Albatta yurtdoshlar. Manzil nereda endi, Yulduz opa? Manzil Urganchda, damir yo'l vokzal ana ko'rinib turibdi. Ina. Shuni damir yo'l vokzali yetmasdan o'ng tarafda ona va bola klinikasi deb yozilib turibdi. Ina yurtdoshlar, bemalol kelaverasizlar. Yana bu yerda Surjimet klinikasining filiali bor, yana bir filiali. Bemalol kelaverasizlar. Ikkisi bir zdaniyada joylashgan. Yigitlarimiz uchun ham ko'p yangiliklar bor bu yerda. Masalan, ko'pchilik yigitlarimiz nera borib, qaysi doktora ko'rinishini bilmay yuradi. Bilmaydi. Bu yerda o'tirib Rossiyadan turib telefon etsalar ham, masalan, Rossiyada bo'lsa, doktorlarimiz bemalol gaplashadilar. Bu yerda o'tirgan yerida назначение ham berib biladilar. Yuringlar, sizlarni ona va bola klinikamizda doktorlar bilan tanishtirib o'taman. Ina, hammaga nasib etsin shu farzandli bo'lib, ona bola klinikasiga kelib, Xudo xolasa bir otalik, onalik baxtini erishish hamma yurtdoshlarimizga nasib qilsin deymiz yurtdoshlar. Bismillah. Bu yerga kirgan vaqtimda inshur qabulxona, bu yerda yana mazzushkalarim o'tiradilar. Bu yerda registrat qabulxona, bu yerga kirgan vaqtimda masalan ayolingiz homilador bo'lsa, olib kelib turib ginekologlarga ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda yana yangi ko'rsataman. Uzi. Bu yerda laboratoriyasi bor. Keyin bu yon tarafi, chap tarafi raddom hisoblanadi. Raddomdan ichine girib ko'rsataman. Dilfuza opamkan? Ya'ni tug'ruqxonang bu. Avang. Bo'sh palata bo'lsa ko'rsatib berik. Shart-sharoitlarni mazzushkalarima. Assalomu alaykum. Mazzushkalarim, o'sha ayka doktor bo'ladi. Bu ham Turkmanistondan kelgan doktor qizimiz. Gap yo'q. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Ishlaringiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Ona bola klinikasini eshitib keldik. Shaxsan Yulduz opamiz ham o'zi bu yerda rasmiy ishchida ekanlar, to'g'rimi? Ina. Hamkasblarim. Hammaga nasib etsin shu ona bola klinikasiga kelib, onalik, otalik baxtini erishish, Xudo xolasa. Ya'ni qan. Ina. Bu yerda ona va bola klinikasini zavidishchisi o'tiradilar. Hozir 1 minut. Ya'ni glavovrach o'tiradi bu yerda. Doktor, 1 minut. Assalomu alaykum. YouTube'a video tushirtirdik. 1 minut so'zlab bering. Bismillah. Mazzushkalarim uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Bu ham bizani zavidishimiz ko'rsatgan bo'ladilar. Shunday gрамотный vrachimiz, vrach ginekologimiz. Ina o'zlari bilan ham bir kichkina ozgina ma'lumot olamiz. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizlarmi? YouTube kanalimiz uchun tushirtiribmiz hozir. Nechun deganda sizning yaxshi doktorlar neda borligini masalan ko'pchilik bilmaydi. Shuni bildirish uchun, davishtirish maqsadida bilaman, siz internetga chiqmaysiz. Og'abek, Ferzat akam shunday bir kamtar insonlar yoqtirmaydilar internetni. Shunda ham bir qisqacha mazzushkalarimga, ayol qizlarimizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar bering. Noma'lumot. Endi Yurtdoshlarimiz sizni ko'rib turibdi, biz salomlashib, o'zingiz Aytaverasiz. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarimiz, ayollarimiz. Biz ona bola klinikasida ishlab turibmiz. Endi уже qayta endi aytilib turibdi. Bu yerda shu hamma ayolimizga kerak bo'lgan ginekologik, akusherlik xizmatlarimiz hammasi mavjud. OPB ginekologiya bo'limimiz bor. Keyin to'riq zallarimiz ishlab turibdi, operatsiyonlarimiz bor. Undan tashqari kunduzgi statsionarimiz bor. Ham keyin ambulator ko'rikimiz bor. Ambulator ko'rikda ham ginekologlarimiz bor, kolposkop ishlab turibdi. Yangiliklarimizdan bizada yana ozonoterapiya boshladik yana yaqindan.
alohida ambulator ko'rikda statsionar, kunduzgi statsionarda ozonoterapiya qilib turibmiz homiladorlarimizga, ginekologik kasallarimizga. Ozonoterapiya deganni qaysi holatda olsa bo'ladi? Endi masalan ginekologik kasalliklarda endi kislorod hamma to'qimalari qon yaxshi olib bormagan vaqtida ozonoterapiya shu kislorodning 3 valentli holati. Shu kislorodni yaxshi olib borsa, homiladorlar ham yaxshi qon aylanish buzilishi bor deganda MPK deymiz, darajalari bor, uni birinchi, ikkinchi darajalari bor. Shu vaqtlarda keyin ginekologik kasalliklardan aytish mumkin. Bepushtlikda olishlari mumkin. Umuman bizda o'zi bir mnogoprofilniy, ko'p tarmoqli. Chunki bizda xirurgik kasallarimiz ham bor, lor kasallarimiz ham bor. Hech qanday ayollarimiz kelsa, uzoqqa yechira yubormaymiz. Hamma xizmatimiz shu yerda. Kardiologga ko'rinamilar, urologga ko'rinamilar. Masalan, falan yerga borib kel demaymiz. Hamma xizmatimiz shu yerda. Laboratoriyamiz ham ishlab turibdi. Hamma analizlarni ko'rib beradi. Ona bola klinikasi shu 7-24 ishchida, ya'ni 7-24 ishchida. Haftani hamma kunlari 24 soat sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Pediatr ko'riki bor, neonatolog ko'riki bor, ko'chadan kelgan ambulator kasallarni ham ko'radilar. Masalan, kelib kelishda bezovta bo'lsa, masalan, ambulator yotmaymiz desa, shu yerda litsenziyasini olib, birinchi yordam olib ketishlari ham mumkin. 24 soat shifokorlarimiz bor. Gap yo'q. Katta rahmat. Ishlaringizni barakasini bersin. Charchamanglar xalqning xizmatidan. Xudo xolasa. Shart-sharoitlar lekin umuman gap yo'q. Danishtiramiz, yuring. Ko'rsataman mazushkalarni. Rahmat o'zatga. Habib, bu lyuks palatalarimizdan hali birsi bo'ladi. Hozir hammasida odam bor. Odam bor. Lekin shu birsini men ko'rsatib beraman. Buni nachindan ko'pini menga vaqtida olaman. Lyuks xonamiz to'g'rimi? Avan, lyuks. Bu yerda shkafi bor. Shkafi bor. Bu yerda shunday 2 palata. Bu yerda masalan o'zi yotadi, bolasi yotadi, yonida xolasa qaynasi bilan yotsa bo'ladi, xo'jayini bilan yotsa bo'ladi. Xo'jayin ham kelib yotsa bo'ladi. Конечно, xo'jayini bemalol yoniga kirib o'tirsa bo'ladi. Yurtdoshda. Qarang, televizor bor, холодильник bor, bolajonlarimiz uchun belanchaklari bor, konditsioneri bor. Ko'rdingiz, bundan ortiq sharoit bo'lmasa kerak. Stullari bor. Eng qizig'i, sanuzellar ichindayni. Ina, dushovoy kabinasi bor, hamma narsasi bor. Haqiqatan ham juda ham zo'r sharoitlarga ega ekan. Ona bola klinikasi yurtdoshlar. O'zi yana qaysi palata bo'sh? Xususiy to'liq kanallarni Galing qulay tomoni shundan iboratki, yaqinlaringizdan bemalol kelib yoningizda yotsalar bo'ladi, qarab, to'g'rimi? Oddiy palatalar. Bu yerda kasallar bor ekan, bu yerga girmaymiz. Gang mana. Bo'sh palata qaysi yana? Ichidim katta bu yerni, вообще katta, qarang. Bu yerda mana bemorlarimiz yotibdi. Xonalarimiz bor. Juda ham zo'r. Bemalol kelaverasizlar. 24/7 xizmatlaringizda. Bu общий palata bo'ladi, Og'abek. Avon. Ina qarang. Общий palata bo'ladi. Bu yerda 2 bo'lib yotsalar bo'ladi. Bu yerning narxi 250 ming so'm. 250 ming so'm? 250 ming so'm. Kuni 250 ming so'm. Bu yerdan televizor bor, холодильник, hamma narsa bor bu yerda. 2 homilador yotsa bo'ladi-da bu yerda. Hozir birinchi ko'rsatganimizda bir o'zi seminni yotsa bo'ladi. Shunday. Hali bundan ham zo'r palatalarimiz bor. Prosta azunda bemorlar yotgan bo'lsa. Hozir band bo'lgani uchun ko'rsatolmayapmiz yurtdoshlar, lekin hamma komnatamizda ko'rib turibsizlar, shart-sharoitlar juda ham zo'r. Mana. Kelaverasizlar, xudo xolasa yurtdoshlar. Endi sizlarni yuqorilarda hali palatalar ko'p, yoqqa chiqish mumkin emas. Shuning uchun ish pastdan qaytamizdan eng главный mazushkalarga kerak bo'ladigan xirurglarni olib boraman, zo'r xirurglarni. Gap yo'q, yo'l kuzatib boraverasizlar bo'lsa. Fotozona. İçində pepeshkalarimiz chiqqan vaqtida suratga tushadilar, fotosessiya ishlaydilar. Bu yon tarafimizda doktorlarimiz bor, dim malakali doktorlarimiz, lekin men birinchi ayollarnikini danishtiraman, siz erkaklarnikini danishtirasiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Mana. Bu yonda shunday zo'r ginekologimiz bor. Gang danishtiraman. Ayollarimiz uchun ginekologiya xizmatlari ham mavjud. Bu ginekologimiz Tursunay bo'ladi. Ginekologimizni o'zidan ma'lumot olib beraman. Zo'r ginekolog mazushkalari. Gel. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? YouTube kanalini tushiryapmiz. Meni mazushkalarim uchun siz ya karomatlaringiz ko'p-ku, kuzovlarni nalarni remont etib tashlaysiz-ku. Kuzov tex. Albatta. Shunday deb aytaverik. Ayollarimiz o'zlari tushunib oladi. Assalomu alaykum.
Mənim ismim Qurbanbayeva Tursunay Baxadirovna, 15 ildən artdı. Vraç, akuşer, ginekolog, reproduktolog və estetik ginekolog olub işləyirəm. Ali məlumatlıman. Hazırda öz iş fəaliyyətimdə ana-bala klinikasında bəcərib durubman. Bizənin klinikamızda estetik ginekologiya, plastik ginekologiya və ginekologik operasiyalar becərilədi. Yəni, bunların arasında xamilədarlıqqa təyarlaş ham boladı. Xamilədarlıq vaxtında 9 ay körükdə duruşlar mümkün boladı. Operasiyalara gələn bolsaq, mioma, kista, kanizasiyalar, eroziyalar, kandilomalar, papillomalar, xullas kəlam ginekologik həmmə türdəki operasiyalar, sidik uşlanmasılıq operasiyaları, sidik xaltasını təqindən lenta qoyuş operasiyaları, ondan təşqarı hazırki zamanımızda rivajlanğan lazer olub durubdu. Lazerli proseduraların bərçəsi bizənin klinikamızda var. Bunlara misal qılıb kandiloma, papilloma, poliplar, labiaplastika, intim sujeniya, sidik tutalmaslik, gel, fillerlər, xullas kəlam zamanlı tələbindəki ginekologik proseduralarının 100% bizənin klinikamızda mövcud. Bemalol mazuşkalarım gəlib görünsə болады sizə? Bemalol gəlib görünüşləri mümkün. İşançlı kollada bulanlar, doğru mu? İşançlı kollada. Yenə aytacağım, məsələn, neçə bizə pasientlarımıza, neçə bizə şu xalqımıza xidmət göstərən bolsaq, hazırgacha heç kim narazı olmağan, həmməsi yaxşı olub gələn. Xuda şükür, ulanı yaxşı günündə bizərəm qovanamız, yaman gününü yaxşı günə aylantırışda xidmət qılıb durubmuş. Əlbəttə. Ağa bir ki, hər gəlgənimdə ətkənimi uçurdu, şu alakada çıxıb duradı, şu dərəcədə üstü uçurtub duradı da. Pasiyen gəlgən vaxtımda. Hazır əbid vaxtına gəldik, şundan bir 6 adam oturubdu. Əbid deyəli. Əlbəttə. Əbiddən keyin yanına minər, girib bomid. Onunla girib, intervyum alış qiyin məsələ. Lakin zor əyallarım üçün cüdəyən mənfətli otdurdu, haqqatdan gələ vəvəslə. Həmməyə analıq vaxtı nəsib etsin. İnşallah, həmməyə analıq vaxtı nəsib etsin. Bizənin klinikamızı yaxşı tərəfində aytadığım bolsaq, nöldən başlaydı. Xamiladar bol ölmə yürgən bolsa, ya ki ginekologik kəsəliklər bezovta qılıb yürgən bolsa, nöldən başlaydı, davalanadı, həmmə liçenyələrini aladı, 9 ay özlərimizdə körükdə duradı və çıraylı fərzəndlərini, sağlam fərzəndlərini qoluna alıb, bemalıb çıxıb geçişləri mümkün. Yine 9 ay mobaylında şu stresten çıkarı bulan, doğru mu? Əlbəttə. Yine şükürlükə düşüb qalmalılar. Spirallanan, polnusi bizə də qoydursa boladılar. Xullas kəlam kolumuzdan gəl, həmmə yardım var və ən əsasisi yeni texnologiyalar, yeni zamanəvi yandaş ola bilən liçenyalar qılınadı bir yerdə. Sifət boladı, doğru mu? Sifət boladı. Başqa bir cayda tapa almaydigan zamanəvi davam müalicələrini bizəni klinikadan tapıb bilədilər. Cüdəyən zor. Mənfətli bol deyə ümidləmə. Eyvallah, bemalal gələ vəslə Tursunay xanımı yanına. Şimdi əcayib məlumatlarına masalar oladı. Bemalal. Yine. Xuda xalasəli tez yeniliklərimiz boladı. Bizə xamilədarlıq dövrünün necə ötkəzişləri, tuğruq dövrüdən keyin necə halətlər boluşu, xamilədarlıq vaxtındakı pərvərişlər, yoki olmasam, yeni kelinlər toksikoz vaxtlarında qaysı maşqlar, pitaniyalar, özünə qaraşlar, şular haqqında tez yeniliklər, videolar və kurslar açış niyyətindəmiz. Zamanla rivajlanıb getdi. Əvvəl nəsələ bomba Lakin aldı. iş klinikada rivajlanıb getdi. Əlbəttə, ana-bala klinikası tövsiyə qılarımız həmməgə. Kəm bombanın canınız sağ olsun, kəsdiyinizin bərəkəsini versin Xuda xala.